Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Reallıqımızga nazar programımızın ikinci sanını görüşünlerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Qadrli görünmelerimiz ötken hafta muşu saatte şembe günü yüz görüşken 9 orunlarda ve yeni bir programma reallıqımızga nazar programımızı nime üçün başlatqanlığımızı bu programlarda nimelerinin sözlüğünü mevcut halatimizdeki qaysi derecede ekanligini şu birinci san programımızda to'xtalib o'tgan bulduk ve her hafta o'xshash saatda yüz görüşmekçi bulup ayrılgan to'q. Bundan keyingi san programlarımızda inşallah her san programımızda bugünkidek tünügün e'lonimizni bergandek bir temani maxsus tema qilgan şekilde diqqatinglarga sunamiz inşallah. Programımızın daimlik mehmoni Əmmizgə tanışıq bolğan yazğıcımız şundaqla hazır Türkiye'de Selçuk Üniversitesi'de tarix fənləri doktorantı qılıb atqan hörmətlik Abdurrahim Dövlət əfəndim təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxarıb programımızga qatnaşqanlığı üçün köp rahmet etimiz aldığına. Rahmet sizə. Assalamu alaikum. Ben size köp rahmet etimat. Şunda bir fürsətlə mən bilib bolğanlığı. Rahmet, Allah razı olsun. Qadrli görmələrimiz programımız Naq Meydandan taxil otudu. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numurlar arqalıq programımızga alaqadar arqandaq fikir, suallarına bolsa yollasana buldu inşallah. Şundaqla programımızı köplügən qeyrindaşlarımızın görüş üçün həm bəhirləb qoyuşuna həm unutulmağa. Bugünkü temamızda biz elanımızdan bəgəndək ana til məsələsi əlbəttə uzundan buyan muhacirətdiki belki bütün xalqımızdınki çoğun kiçik derdi olması gerek bu hamdi. Her xil ziyalilerimiz bolsun, ata-analar bolsun, davamlıq taraftan anlap durmaz ve her qaysı devletlerde xilma-xil farklı şekilde bu dert tügmeydi elbette. Vatanda o burun Xitay tecavüzçileri bugünkidek vahşi halette bastırılmagan vakitlarda elbette özümüzün ma'rifati bu nesle biraz tövent diyemdi. Muhacirette özümüzü yoxtup koymaslık için hemmedin köp her bir halkımızın derdi buluvatkan bir mesele bolğan ana til meselesinde toxtalımız inşallah. Ana tilimizge 100 kilo adamdıq dep bu baş ünvanını koyduk. Programını ben elbette bu teminki ana til her bir milletninki, mayli qaysı millet bolsun özününki bu şu bir cemiyette, bir devlette özünün mevcutluğunu küçük bir şekilde ifadelep duruş üçün onun en muhim noktalardan birisi ana tili bolsa gerek. Yani programı ben büyük şair bu ana tilininki qoğdaş, ana tilinin ehmiyetini bildiriş üçün nurgulluğan tarixte bizninki meyli yazgıcılarımız bolsun, mütefekkir şairlerimiz bolsun, şunda nurgulluğan nesler tapqıl buldu elbette. Bizning tilimizde mi yazgıcılarımız ana tili hakkında nurgun neslerini yazgan. Bunu biz tordan bir gün aqtırsaqlam ana tilininki ehmiyeti hakkında naqşlar oquldu, şiirler, maqalar yazıldı. Sansızlıqan dersini tapalayımız. Əməliyyatda bugün muhacirette qaysı halat tutuvatımız, bunu paranlaşımız. Mütefekkir Əlişir Navai bundan 5 əsr burun ana tilini uluqlaş haqqında qaləm təvratgan bolsa, Qutluq Şevqiga oxşaş ya başqa yeni Uyğur ziyaliləri təxminən 100 yıl ilgirla ana tilini qoğdaşdan muhimlik haqqında təkidləyən programını mən bir güzel bir əmmizge tunuşuq bolğan bir şiir bilen başlayman. Ana til bilgen kişinin izzetin qılğım kelur, ana tilni ağzıdan altın berip alğım kelur. Ey ana til bizge sen qalğan uluqlardan nişan, sen bilen ruhi zimində iftixarlanğım kelur. Degen bu şiirlen programımızda başlaydı. Hürmetlik Abdurrahim Dövlət efendim. Əmdi bugün bu muhim bir temini oturuq qoyub oldadık. Aldı bilen biz nimişqa ana til şuncha muhim degen bu noktadan kirsek. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Əməliyyatda ana tilinin qanday muhim ekanligi manda desek bizning milliy mavjudiyatimiz, ya'ni Uyg'urlar buningki davomli mavjud bo'lamdi, bo'lmamdi. Bo'lishi kerakmi yoki emasmi degan savolga javob bergan vaqtda biz bu ana tilga javob bermay turib, ana tilni bu mavjudligimizning eng mohiyatli bir qismi deb qaramay turib javob bermaymiz. Mening qarashimcha, amaliyotda mening qarashimcha emas. Madaniyatşünaslık nuqtasidan vaqtda ma'lum bir millatning milliy kimligining bir qancha ana turgi bo'ldi.
Mesela değil biz tushunishga aytgan vaqtimizda bir millat bir o'rtaq bir jo'grafiyada yashasa oladi. Mesela ma'lum bir makonda. Mesela Uyg'urlar Sharq Turkistonda yashagandek. Andan keyin o'rtaq bir tarixiy qismat. Ya'ni eshidan o'tkazgan nurg'un voqealarning o'xshash va o'rtaq bo'lishi. O'rtaq bir dinga e'tiqod qilish. Mesela biz İslam diniga e'tiqod qilgandek. İkincisi o'rtaq bir tilda so'zlashi. Ana shu bir qancha o'rtaq omillarning ichida ana til yoki bir til bir millatning shu millat ekanligini, ya'ni shu millatning kimligini belgilaydigan eng yadroviy omil hisoblanadi. Xo'sh. Bir millatning millat bo'lish yoki bo'lmasligini bugungi kunda mayli millat jamiyatshunosligi, madaniyatshunoslik, antropologiya, ya'ni insonshunoslik qatorli ilmlarning ta'birlariga qarasak, til bir millatning kimligini belgilashda kim bo'lsa bo'lmaydigan eng yadroviy omil. Bu til omilini nazarda saqlab turib, bir millatni falani millat deb atash nihoyatda qiyin. Mesela bu şu noktada Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben şu ayetten bu şundan ma'no chiqib mesela biz bir kavimga shularning tilida so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Yani biz har qanday bir kavimga shu kavimning tilida so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Bu oyatning arabchasidagi ve ma arsalna min rasulin illa bi lisani qavmihi liyubayyina lahum. Mayadaki bilisani kavmihi degan ma'nosida arab tilida Allah bildi. Yani şu kavmin, yani öz kavminin tilida ularga bayon qilish uchun mayada birinchi bir nuqtada qatnash lazım. Şu yerdagi qavm degan so'z millat degan ma'noda ishlaydi. Ummat ma'nosida emas. Ummat o'xshash dinga e'tiqod qilgan bir qancha millatning yig'indisi. Ammo bir millatni millat qilayotgan omil shu oyatni o'zida qaraganda ma'lum bir millatga biz shu tilda so'zlaydigan payg'ambar evatdik. Buni yana bir ma'nosini qarashimiz. Bir millatni millat qilib tutyapti. Yani bir kavimni qavm qilayotgan eng muhim omil til deyiladi. Xo'sh. Yani Alloh taoloning buni bu oyatda bizga yushun imo qilyapti. Hamda buning ta'sirisidan qaraganda bunda bir millat o'zining tilini yo'qotsa, yana shu millat bo'lalamdi yoki bo'laolmaydi degan bir savol bor. Bu masalaning yomon tarafi o yani. Xo'sh. Biz ba'zi misollar orqali so'zlab o'taylik. Yani yaqin bo'lgan bir qancha millat bor. Texi 100 yil burun Xitoylarga hukmronlik qilayotgan bir millat bor, Manjular. Çin sulaləsinin qurğucuları. Xitayning hozirgi coğrafiyasini shakllantirgan millat Manjular. Xitoyda Manjularni olib o'tgandan keyin mana 100 yilga yaqin vaqt o'tdi. İntayin qisqa vaqt ichida o'ziga hukmronlik qilgan, ya'ni 500 yil hukmronlik qilgan qudratli bir imperiyani qoldirib o'tdi. Shu imperiyani qurgan Manjular hozir qayerda? Xitoydagi nüfus zali qanchalik? Hiç kim bilmeydi. Çünkü orada til cihetinin yokluğu için, yani Manju tilinden ayrıtıldığı için kısa vakit içinde Xitaylaşıp gitti ve Xitaylaşıp meşgul oldu. Yani bugünkü günde Manju diye bir milletin tepişine aitmiz. Biz yeni bir misallarıyla Xitayda azsallık millet de bizge sözlep bergen bir millet var. Yani Cenubi Jungu tarafta Guangxi Zhuangzi var. Bu yerde Zhuangzilar deb bir millet var. Öyle Xitaydan kalsalar nüfusu en köp millet Zhuangzilar. Ama 49 yıldan keyin hozirgacha bo'lgan vaqtda Guangxi Zhuangzi rayonida bo'lganlar yine qiystilalaydi. Bu yerda asosan Zhuangzi degan Xitoylardan alohida farq qilgan bir millet asosan yo'qolib ketdi. Nemisi yo'qolib ketganligi uchun yo'qolib ketdi. Tili yo'qolganligi uchun yo'qolib ketdi. Ularning o'zi xohlamay bolalarni Xitoy maktablariga kirishi 2-3 evlat almış bilen ve Zhuangzi tilini istemaldan qilishi bilan mana bugungi kunda Zhuangzi degan millat bormi yo'q degan javob bermay o'tiryapmiz. Demak bu yerda bir millat yo'qsa, u nuqul biologik jihatdan qilinib yo'qotilmaydi. Tilini yo'qotish orqali bir millatni yo'qotayotgan bo'lganligini buni ko'ramiz. Tarixdan buyongi nurg'unlagan mustamlik qilingan ellarning misoli qo'yilgan bo'lsa, masalan Shimoliy Amerikadagi indiyalar,
Anadaki Janubi Amerika ve Orta Amerika aynı vakitte nihayet büyük medeniyetler yarattı. Aztıklar, Mayalar, Katarlıklar. Hani uçların hepsi kıyada. 300-400 yıl işi de yukarı koydu. Kırgız uçraş bilen kalmadı, ulanın tilini yoktu. Tili yoktu keyin ular aslında özünün kimliginden mahrum bo'lishga başladı. Şu biz bir bildiğimiz assimilyatsiya vaqtimizda, agar uni konkurt tushungan vaqtimizda uni tilidan ayirish, ya'ni tilini yo'q qilish, dinini yo'q qilish, tarixini burmalash orqali ularning o'rtaq aslimisini yo'q qilish. Ana shu bir qancha yo'q qilishlar anadagi bir millatni yo'q qila olmaydi. Xo'sh. O'sha nuqtada aytgan vaqtda bizga nisbatan tilimiz bo'lsin ayt yaxshi bo'lgan, ammo tilimiz ojizlab kelsa yoki yo'qolib ketsa, biz tirik turgandan keyin hech qisqa deydigan bunday yangi oddiy ish emas. To'g'ri. Çünkü bu noktada mening qarashimcha, masalan chet eldagi bu mustaqillik kurashimizning eng muhim yana bir sabablaridan biri shu ona tilimizni qo'llash uchun kurash qilish. Xo'sh. Agar biz bunga sal qarab, bu ikkilamchi ish sifatida tutgan vaqtimizda bizni aytildi egri bir tahdidga duch kelamiz. Qisqa vaqt ichida. Xo'sh, xo'sh. Anadagi shu tilshunoslik, anadagi psixologiyadagi ba'zi ilmlar ana til bir millatning tafakkur qurilmasini belgilaydi. Ya'ni til nuqul bizni aloqa qilish qurolimiz emas, bizni tafakkur qilish qurolimiz. Bu haqda qarindoshlar psixologiyadagi va tilshunoslikdagi til tafakkurning quroli bo'lganligi haqidagi gaplarni shuni varaqlab baqsalar, nurg'un tadqiqot natijalarini bayqaydi. Ya'ni bir millat o'zining ana tili so'zlagan vaqtda o'zining millatiga bo'lgan sodiqligi, his tuyg'usi yana bir tilda so'zlagan vaqtdagidan kuchli bo'lganligi haqida inchik ishlagan tajribalar bor. Boshqa biz ana tilni yo'qotib qo'ysak, biz yana bir tilda so'zlashamiz. Masalan, mening bolam ana tilini bilmagani bilan, men bolam bilan turkcha tilda aloqa qila olmayman, ingliz tilida so'zlasha olmaymiz, birimizni o'qisha olmaymiz. Şu bu ana til bo'lmasmi, deb shu masala emaskan deb o'ylab qolish, bu favqulodda nodonlik yoki do'stlikdan boshqa narsa emas. To'g'ri. Uchinchi nuqtani aytgan vaqtda mening qarashimcha, bu ana tilni saqlab qolish yoki qolmaslik. Yoki ana til masalasi bizning chet eldagi milliy mujodilamizning davomlashishining yoki davomlashamasligiga bog'liq. Mana shu bunday degan vaqtda psixologiyalik nuqtadan aytganda vatanparvarlik, millatsevarlik bir psixikalik hodisa. Xo'sh. Bir inson o'zining vatanini suyishi uchun eng muhimi shu vatanda yashab boqqan bo'lishi lozim. Hozir bizni vatanni sig'indirayotgan, balki ichimizdagi bu vatan o'tini yolqinlatayotgan narsa amaliyotda bizning vatanda yashab boqqanligimiz. Shu vatanning tuproqlarida yashab boqqanligimiz, havosini nafas olib boqqanligimiz. Bizning minimizdagi bu aslimlar har vaqt bizning vatanga bo'lgan sevgimizni yolqinlatib turadi. Shuni bilan o'chmaydi. Xo'sh. Endi bizning keyingi avlodlarimiz bizga o'xshash vatanda yashash imkoniyati yo'q. Ular chet elda tug'ilib, cho'ng bo'lib, undan keyin bu da'voning varisi bo'ldi. Tabiiy holda ularning vatanparvarligi, millatparvarligi biznikiga o'xshash, ya'ni vatanda yashab boqqan bizlarnikiga o'xshash bo'lmaydi. Ular bizning tilimizda anlatılgan, kitaplarda so'zlab bergan tasavvurdagi bir vatan sevgisi bo'yicha cho'ng bo'ldi. Masalan, mening dadamning onasi Sharq Turkiston deydigan bir yerda yashardi. Bu yerni aytdi qum tuproq, ya'ni qumliq ekan, bir cho'llikning ichidagi rayon ekan, Tarim deydigan bir bo'stonliq ekan, Takamakanning atrofida yashardi ekanda, bevosita yashagan emas, bizning o'rgatilgani bo'yicha vatanparvarlikka shakllantirdi. Ama normal ahvolda bu xil vatanparvarlik bizga o'xshash bevosita yashab boqqan kishilarning vatanparvarligi va millatsevarligidan normal ahvolda kuch ko'rmaydi. Ham bu muqarrar oqibat. Qancha xohlamasak ham bunday bo'lishini, bundan saqlanish noyob. Ammo bu oqibatni, ya'ni bu yomon oqibatni eng qancha tushirishning usuli bolalarimizdagi ona tilni eng zo'r darajada saqlab qolish. Xo'sh. Bir millatning millatparvarligi, millatsevarligi amaliyotda konkret tushuntirgan vaqtimizda shu millat yaratgan nurg'un milliy qimmatlar bilan shuni bilish, o'zlash yurishdan bevosita bo'ladi.
Mesela bir Uygur Karakallan sulalesini bilmeydi. Seyri halkını okumaydı. Yakın vaxtlarımız kelgan vaqtda mesela Abduqodir Rasululloh, Abduqodir Mehmet Ali Efendi, Ahmetcan Qosimi, Muhammed Emin Buğra deganga o'xshash unutib ketolmaydigan milliy qimmatlarimizni bilmay turib, ular yozgan asarlarni o'qimay turib, shu o'rtaq milliy meroslardan bahr olmay turib, oziqlanmay turib, haqiqiy bir Uyg'ur deb atash bir gumonliq so'z. Biz shuni bilganligimiz uchun shu hissiyotimizni, tumurimizni oqqanlik uchun albatta biz Uyg'ur. Bizning hissiyotimizni, kimligimizni mana shunga o'xshash milliy simvollarimiz shakllanadi. Agar bizning bolalarimiz bu simvollardan ayrilsa, bu ügütülmese, bu bilim, ana til orqali bularni tutashmasa, bizning bolalarımızın ruhiy dunyosi, bu xil milliy muhabbat, milliy sevgidir. Yiroq cho'ng bo'lishi tabiiy. Şuna bunun aldığımız şerti ma'lumki bizim milliy mücadelemizni davomlashning kafolati deyishning sababi har vatanda yashab boqqanlarni dunyodan ketishi bilan ularning bolalari bizning keyingilar, bizning keyingi Uyg'urlar bu vatanning davosini qanday qiladi? Bir vatanning davosini kecha kunduz yani uxlamay bütün vücudunu atab turib xizmat qilgan narsa amaliyotda shu vatanparvarlik. Başka milletlerinin bizim davayımızın çoğu işi ya onların kesbi ihtiyacıdır, ya tetkikat ihtiyacıdır, ya ki insanperverlik tüfeğidir, bu millet intihar eri zulüm okuttı. Biz karab duramayız, biz yardım kılaylı diyende insanperverlik ruhinin türküsü olan bu. Ama o hiçbir zaman şu milletin erzalarını yüzünü unutup ketken. Bütünle yüzünü birleştirdiği bir küreş şekliyle ayrılanmaydı. Ciddi PKK vaxtda yardım qilgan ikkinchi, uchinchi millatdagi kishilar yo'lning yaxshiga qarab turdi. Yana bu o'tning ichida o'sha millatning a'zolari kuydi. Yanidi. Bu suvda yana biz qolamiz. Endi bolalarimizni shu suvda eqishi, shu o'tni kuyishi uchun ular ana tilini bilmay turib, ularning vatanparvarlik, millatparvarlik ruhining yaratilganligini tasavvur qilolmayman. Olmasa bizim keyin, bizim umrimizmi vatan millat davası qilganvaqtda xuddi hozirgi ba'zi insonparvar chet elliklar Uyg'urning masalasiga ko'ngil bo'lganiga o'xshash, ularning hayotidagi bir ikkinchi masalaga aylanish. Xohlagan vaqtda qilgan, xohlamagan vaqtda o'zining kundalik turmushini yashab ketavergan bir holatga tushib ketish bor. O'sha narsani aytganda bizning ana til masalasi muhim bir tilni saqlab qolish emas, eng muhimi o'zimizni saqlab qolish. Özümüzün biyolojik mevcutluğunu saqlab qolish kadar çetildiğine ait muhim bir iş deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Oxirida agar biz ana tilning muhimligini tushunmay qolsak, bunda masalaga ta'tirdan qarab boqsak. Xo'sh. Ya'ni 49 yildan keyingi Xitoy kommunistlarining bizning vatanda yurgizgan til siyosatiga qarab boqadigan bo'lsak, umumiy jihatdan bizning ana tilni chetga qeqish va yo'qotish asosiga qurilgan bir til siyosati bor. Bunu 2000 yillardan keyin qo'sh til muomalaning yo'lga qo'yilishi bilan bu siyosat texnik uchuqlashdi, aniqlashdi. Xo'sh. Hatta 2009 yildan keyin bu rasmiy bu siyosatning uchuq maqsadiga oid xalqqa olamga oshkor. Onun oldida 2000 yillargacha bizlar vatanda maktablarda ana tilda ders algan. Yani ana til bizim asosiy ma'rif tilimiz bo'lib kelgan. Ama 2009 yildagi Urumchida yuz bergan Tomuz fojiasidan keyin mening qarashimcha Xitoylar bizning vatanga qaratilgan siyosatini bu til nuqtasidan cho'ng bir tangshash va o'zgarishlik hali deb o'ylayman. Chunki bu voqeaga qatnashgan nurg'un yoshlar, nurg'un o'quvchilar necha yildan yaqin Xitoyning maktablarida Xitoycha ders olgan, qo'sh til ma'rifiga qatnashgan, shuningda tarbiyalangan bolalar. Bu 70 yıllıktan artık bu müstemlekkedeki bu asimilyasiya siyosati Uyg'urlarga jonzuluğa o'xshash, manjuluğa o'xshash ta'sir ko'rsatmaganligini Xitoyning ko'rdi va his qildi. Shuning bilan bizni tutib turayotgan, bizni kimligidan voz kechirmayotgan, o'zimizning diniy va milliy kimligimizga bu qadar sodiq qilayotgan narsa zodi nima degan savolni so'rayapman. Bular
til deb qaradi buni qarash. Xo'sh. Chunki unda qarab boqadigan bo'lsak, 49-yildan keyin men maktablarda otizm o'tilishga boshlagan. Ammo 60-70 yillik ma'rif izchil ijro qilingan bo'lsa, Uyg'ur jamiyatida Allohning mavjudligini, islomning haq din emasligini ochiq oshkora e'tirof qilib da'vo qilgan bir Uyg'ur qatlami shakllangan. Ya'ni bu ishda ular g'alaba qilolmadi. Ya'ni biz o'zimizning diniga shu qadar sodiq bo'lib qoldik. Hatto bir mezgil yosh vaqtida Uyg'urlarga otizmni so'zlagan Uyg'ur muallimlar bor. Kirgandan keyin hammasi masjidlarga qaytib keldi. Bularning hammasini bular ko'rib turdi. Xo'sh. Bundan keyin bizning ona tilida dars berishimiz, shuning bilan bizning milliy diniy kimligimizni sodiq turib qolishimizning muhim sababi deb qaradi deb o'ylayman. Shuning bilan 2009'dan keyin butunlay shu ana tili maktablarni Xitoyning assimilyatsiya siyosatining eng muhim bir mazmuniga aylandi. Endi shu nuqtadan shularning yo'q qilayotganligi tigi takdirdan bizni yo'q qilishga tashlangan qadam ekanligini ko'ngil oldi. Xo'sh. Ular bo'lganda ular bizni yo'qotmoqchi bo'lgan ekan, chet Uyg'urlarning bizning ana tilimizga sodiq bo'lmasligimiz, ana tilimizni saqlab qolmasligimiz amaliyotda Xitoyning bizni tilimizni yo'qotish orqali yo'qotishni maqsad qilganligini iborat bu siyosatiga yiroqdan bilib bilmay moslashishdan boshqa narsa. To'g'ri. Chunki ular bizni bu tilni yo'qotish orqali yo'qotmoqchi. Bunu bugün hozir vatanda ko'ryapmiz. Ana til maktablardan siqib chiqarildi. Asta bilim tili, ya'ni akademik til bo'lishdi. Qoldirilishi qarab yuzlanadi. Mana shunday bir tarixda vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlarning ana til oldidagi majburiyati tarixdagi har qanday vaqtdagidan favqulodda ig'ir va tahrir. Burun sal qaragan bo'lsa-mu, buni sal qaramasligi qilchi munozara talab qiladigan bir masala. Xo'sh. 20-asrda o'tgan tanlıq bir islom mutafakkiri bor Muhammad G'azzali. Hammamiz bilamiz. Shuning bir mashhur so'zi bor. Dushmanga xizmat qilish uchun cho'qim ularga ishlashingni hojati yo'q. Ba'zida nadon bo'lsang kifoya. Ba'zida biz nadonligimiz orqali Xitoyning katmini chepib tashlaymiz. Mana shu ichida ana tilga ahamiyat bermasligimiz bu. Vatandagi ana tilni yo'qotish siyosatiga bizning yiroqdan turib ovoz qo'shganligimiz deb o'ylayman. To'g'ri. Bu ana tilning muhimligi haqida ko'pdan ko'p rahmat, nihoyatda go'zal bir echib berdingiz, Alloh razı olsun. Hamda haqiqatan chet eldagi vatanning ishchig'i shundoq, chet elda haqiqatan har bir Uyg'urga, ya'ni bir Uyg'ur bo'lish sifati bilan ustimizga tushadigan bo'libmi til masalasida tilimizni saqlab qolishda intayin zo'r bir vazifani mas'uliyat bu mening majburiyatim deb tushishi aniq bo'lgan masala. Har qaysi davlatlardagi tashkilotlarimiz ona tilimizni qo'g'dash uchun nurg'un ishlarni qilamiz deb deyotdi va sizmi chet elga chiqqandan keyin ko'rdingiz tashkilotlarningki ahvolini. Tashkilotlar hatto bo'lmagan taqdirda aslida har bir Uyg'ur millatidan bo'lish sifati bilan buni jiddiy bir shaklda boshqa turish mas'uliyati bo'lgan masala ekanligini biz agarda sal qaralsa qanday oqibatlarga qoldiganligimizni yuqoridagi so'zlaringizdan nihoyatda go'zal shaklda tushungan bo'ldik. Sizcha ham shu muhojiratdagi xalqimiz mayli qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar ona tilimizga yetarli ahamiyat bera oldikmi? Buni qanday qaraysiz? Har doim oxirdagi so'zingizda shuni insonni eslatmay qolmaydi. Xitoy unday qilyapti, Xitoy bunday qilyapti, tilimizni cheklayapti deb qoqshayotgan tashkilotlarimizmi, raislarimizni qarasangiz afsuslanarli bir ishga hamda ularning farzandlari qanchalik shaklda tilini saqlab qoladi, farzandlariga qanchalik o'rgatildi yoki o'rgatildi masalan. Bu masalada insonni uyg'onmay qolmaydi bu masalamda. Siz qanday ko'rdingiz masalan? Shunday. Endi men bunu so'zlashdan burun men bir qancha o'zim yiqqan ba'zi sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashay siz bilan. Xo'sh. Menimcha shu bizning ahvolimizdan ro'shan ko'rsatib beradi deb o'ylayman. O'tganda Uyg'ur akademiyasi chet eldagi Uyg'urlarning umumiy nupsini aniqlab chiqdi deyiladi. Shularning yozgan bir dokladida
Chet eldeki Uygurlarning 800 mingdan oshadiganligi. Onun içinde 80% Uygur. Yani Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da geldik. Ularda onun sırtında fakat 120 ming etrafında Uygurlar dünyada tarqalganlık başka yerlerge. Şu dokladda yazılgan. Bunun içinde Saudi'de 50 ming etrafında, Türkiye'de 50 ming etrafında. Andakin Avrupa ve Şimal Amerika qatarlıq garip devletlerde 20-30 ming etrafında Uygur bağlık yazılgan. Demek biz bunu umumen 120 ming etrafında Uygur biz hem de Orta Asya'daki Uygurlar özünü Kiril yazıqı da şunu kullanganlığı için bu vaxtdaki sallıq məlumatını erişiminin ayda qiyin buluyordu. Ama başka 120 Uygur'un anıtı ifadesini bazı sallıq məlumatı göstererdi. Bu anıtılda çıkan eserlerini okuş, görüş, şuların qanchalik paydalanış. Ondan keyin her qaysi torbetlerimizge çıkıvatkan anıtıldık eserlerinin miktarı. Bunun okulish miktarı. Ondan keyin anıtıl kurslarımız, sinetlerimizde qatnashayotgan o'quvchilarning soni, ata-onalarning bunga ahamiyat berish darajasi degandek bir qancha nuqtalarni ko'ramiz. Ben Farabi derneki çıkargan bir jurnal bahimiz bilimiz, Ballar Jurnal, Siret. Bu jurnalın mevladını sürüştürüp bakkandan keyin en dastlabki chiqqan vaqtda bu jurnalning yillik tiraji, ya'ni rasmiy a'zoligini mushtirib olganlarning soni 450 atrofida. Hozir bu yil mana 2020-yilda eng yomon sonda ular tufayli hozir 350 atrofida qoldi. Jurnalda menfaatçı besilgan. Ama menfaatçı besilgan bilan uni rasmiy a'zo bo'lganlar 350 atrofida qolgani bu kitoblarni tarqatilib setildi. Ama şunu to'liq tugamagan. Ondan keyin o jurnal çıqqan 2 yil bo'lib qoldi, to'rt quloq. Chet eldagi ikkinchi bir ballar jurnalimiz. G'oyat sifatli izil chiqdi deb o'ylayman men. Hech yil mushtiqilyapti. Shu jurnalning yillik tiraji 300 dan oshmaydi. Shuna bo'lganda 120 Uyg'urlar deb turib, bolalarımızın tilini saqlash uchun aran 300 etrafidagi oila bolalarga Uyg'urcha jurnalga mushtiqilyapti. Asanlık katılmışlar. İçin çıkmasında. Ondan keyin şu Farabi derneki qarashsak, çok Uygur kitap torbeti var. Ya makalelerini kitaplarını çıkardı. Hoş. Şularning günlük ziyaretçi miktarı 30-40 etrafında. Yani 120 ming Uygur'dan. Ulug'unmacık Uygur'dan. Günde aran 30 yoki 40 adam anlatıldı yazılan eserlerini şu şekilde varaqlab şu torbetten açıdı. Çünkü bu ziyaret miktarını torbette otomatik hatırlığı geldiği için bu yalan emas. Hoş. Anladın ki şu chet eldeki en köp kitap saklangan, yaxshi Uygurcha kitap torbeti menimcha şu. Şu torbetning resmiy a'zosi, tizimli kitap tushirish uchun a'zo bo'lgan odam 1500. 1500. Yani bu sağlık ma'lumotli kanalımızda dursun. Anadaki zamanımız İstanbul'daki Abdülcelil Ağacın neçe yılın ayakı Uygurca kitap çıkarttığı 20-30 sene ayakı. Ben mesela daim paranlaşıp durum. 2-3 yıl bunun nait yaxshi setildi degan kitap, mesela Bastırılgandaki yaxshi setildi degan kitap 500 etrafında setildi. Ama bu 500 etrafındaki kitap 1 yıldan 1-20 yılgacha shunchalik uzun vaqt setildi. Men bevosita o'zim biladigan bir kitobning gapini qilay. Biz Quchoq universitetida Uyg'ur tadqiqot instituti bir kitap tarjima qilib bostirdik. Hozir bu kitap bostirgani 1-20 yil bo'ldi. Yani 2019-yili aprelda bostirgan. Bu kitobni o'qigan yaqinlardan noit esli kitap ketmadi. Yani polshiliklarni qanday qilib o'zining mustaqilligini eng oxiri qo'lga keltirganligidan iborat bir hikoya noit jonliq anlatıldi. Biz şu dertning keyinda yurayotgan bir millat. Xo'sh. Ama şu kitap 500'de bastırgan 1-20 yildan yaqin teqib tugmadi. Bunu bana tasavvur qilsangiz bo'ladi. Kitap çıkarıp
chet eldagi Uyg'urlarga kargo orqali setib berayotgan bir qancha kitobchining umumiy egallagan sonini qaraganda shu 120 ming Uyg'urning ichida izchil Uyg'urcha chiqqan kitoblarni surishtirib setib oladigan Uyg'ur jami 200 atrofida deydi. Jami 200 atrofida. Ya'ni 120 ming Uyg'urning ichida ona tiliga ko'ngilli Uyg'urcha kitobni saqlaydigan, setib oladigan Uyg'ur 200 atrofida. Endi masalliq ma'lumotlar esimda. Endi men Facebook'ga varaqlab mana bir statistika qildim. Xohlagan bir qancha yozmani o'qishdi. Jami o'qigan yozmam 100 qo'l. Men 100 qo'lning ichidagi imlo xatoligini sanab chiqdim. Her bir qurda o'ttir hisobidan 4 dan 5 gacha imlo xatoligi bor. Bu 5 demaydi, 4 deydi. Shunda bo'lganda 100 qurda 400 imlo xatoligi bor. Xo'sh. Bu amaliyotda bir millatning o'zining ona tiliga yezib qanchalik ahamiyat berganligini, yana bir jihatdan qanchalik biladiganligini ko'rsatgan muhim bir ko'rsatkich. Hozir kitob chiqarish bilan ishlayotgan, mushu ishni qilayotgan har qanday bir Uyg'urga qaralsa, korrektor topolmayapti. Ya'ni Uyg'ur imlosini yaxshi biladigan odamlar shu qadar qiz. Shu qadar topolmaydi. Xohlagan chiqayotgan ba'zi ilm tashviqotlar bor edi. Haqandagida imlo xatoligini aytgan. Xo'sh. Bu yaqinda İstanbul'daki Ayxan Ma'rif'te Uyghur ana til mektebida to'rda bir maktab. Bunun içinde analar, xonimlar hozir iftakor o'qituvchilar dars o'tyapti. Bu e'lonni chiqargandan keyin dunyodagi Uyg'urlarning ichida bolalarimizni ana til o'rgatamiz deb tizimlatgan ota-onalar soni biz o'ylaganda unchalar ko'p emas. Bir qancha yillik bo'lib umumiy sonimiz, sinfning soni har bir sinfda 10-15 atrofida bola bor. Around 5-6 sinf bola bor. Endi bularni bir nazarda tutaylik. Buni shular hammasi boshqa vaqtimizda, menimcha bizning ona tilimizni qanchalik ko'p bilganligimizni yuqori son ro'shan ko'rsatib beradi deb o'ylayman. Xo'sh. Hatta bunday bir hodisani menimcha hammamiz WhatsApp kodlarida ko'raylik. Masalan, birisi uzun bir narsa yozgan bo'lsa, ostida men yoki boshqa birisi imloni ayt xato bo'lib qolibdi deb uni bir ikki imlosini tuzitib bersa, chuqur bir qancha o'ylar bunday internet. Bunchalik ishqa Putoq chiqqan. Atayin putoq chiqarmasa qo'ymamdi deydi. Doğru. Muhtemelen o'zi imlo masalasi faqat yo'g'on masala emas bu. Hozir nihoyat cho'ng masalalar haqida vaqtimizda imloga o'xshash qushaq bilan bekoramiz degan bir narsa yushirilgan. Shunday bir ong, shuni ostiga yushirilgan. Masalan, ba'zilar latincha yozishda uyg'urcha yozadi. Shuni o'zimizning yozishida yozgan bo'lsa, biz buningga zarba berilgan bir qancha bunda uşak işe aralışverişten de macitli. Birimizden bir şey yazıp arkadan düşünce ele geldiği ki ne müzür itibabının dışına kuruluştu. Hoş. Ama bu şuna diye vaktimizde vatanda da bu şey yazıp yok. Kılıç farklı mangallıkını nazarga alsak. Bu şartda biz okşaş iş kılgan bulmanlık. Hazır bu meseleye menimcha bunday qarashlar. Hammamiz deymiz, biz favqulodda ig'ir bir tarixiy vaziyat. Biz tasvirligisiz bir zulm ichida yashayotgan, ostida yashayotgan bir millat. Bir millat tutunchilik yo'q qilinish girdog'i mavjud. Mana bu shunda favqulodda holda qolgan millat, favqulodda tirishchilik ko'rsatmoqda. O biz qo'limizning kuchidagi tirishchiligimiz bilan bu milliy mujodala qilyapmiz deyish amaliyotda o'zimizni aldashdan boshqa narsa bo'ldi. Nəhayət güclük bir dövlət hiç gündür yok qilish uchun plan tuzmasdan, shuni ijro qilyapti. Ammo biz qo'limizdan keladigan barliq imkoniyatdan foydalanib turib, saqlashga tegishli har bir milliy qimmatni
milliy simvollarimizni saqlashga tirishimiz lozim. Ondan keyin yana bir yüzü qadamliq bilan Alloh bizni saqlagan deb duo qilsak. Bu qilmashamlar. Buni o'ylashib chiqish lozim. To'g'ri. Biz qo'limizdan kelmaydigan ishlar bor endi. Amal yo'q deydi. Buni oldin qilsam ta'kidladim. Albatta qo'limizdan kelmaydigan ko'p ish bor. Ammo ana tilimizni saqlash. Shuncha jiq tilni necha 10 yil vaqt sarf etib o'rganamiz. Ammo bir ana tilimizning imlosini kunda 5-10 minut diqqat qilishni bir qancha oy ichida tuzitib ketishga bo'ldi. Alamızga ana tilini yeterli öğretmiyoruz. Ana tilimizin qadrini yeterli qilmayapmiz. Ana shunday holatda biz yana o'zimizni assimilyatsiyani saqlayotimiz, shuning uchun kurash qilyapmiz deyish, bizning bu ahamiyat bermasligimizni ziddiyatlik, askarlik bir kurash lazım. Yana bir narsani deyish mumkin. Biz bu yaqinda xiyonat etdiki yaşayotgan Uyg'urlarga bir e'lon chiqib, ana til o'qituvchisi bo'lib. Çünkü hozir bayan degan ana til kollektivida hammasi pidoi onalarning, pidoi ayollarimizni deydilar. Şundan nurg'un shuni tizimlatgan men bu ishni qilay deydigan onalarning sonini ko'p emas. Tizimlatib qabul qilingandan keyinmi imlosi, yoziqi yaxshi bo'lmaganligi uchun tanlanmagan yana nurg'unlar. Bir mezgil imlo o'rganish kerak. Endi buni bizga Xitoy qilib qo'ydi. Masalan, nurg'un narsalarni sharoitimiz bo'lmaganligi uchun, Xitoy to'solg'iliq qilganligi uchun, Xitoyning jasuri arimizni buzganligi uchun, shular kontrol qilib olganligi uchun o'zimizga tasalli topdik. Endi mushuni Xitoy qilib qo'ymadimi? Chiqayotgan Uyg'urcha kitoblarni Xitoy olib qo'ymadimi? Xitoy mushu bo'lib qo'ymadimi? Mesela Siret diye jurnalda yılda müşteri hakkı 80 lira etrafında. Çetelde yaşayan her kanal Uygur pulumuz yetmegeçke alamıdı deydiğen mesela. Çötsan çıkıdı. Siz bizimizin tilinin mevcutluğu alamızın ana tilini öğrenişi için. Bununla müşteri olmazlıklarını demiş. Mesela bulup mu 2015'te kendinden çıkan Rum Uygurlar emniyette Xitay'ın şu asimilasyon mağaribiden geçip bu yerde ballarınız okuyor Xitay'a bu mağarib içinde diniden çıkıp gidişi ihtimali var. Xitay'ın gidişi ihtimali var. Şunun için biz ballarımızdan mağaribi, ballarımızın kendisi için çetellik çıktığında devamlı var. 15-20 milyon Uygur var. Bu Siret jurnali meyli anlatıcı, meyli din güççü, peygamberlerin hayatını güççü. Bir jurnal. Bunun ehemmiyet vermesini, meyli dini kızgınlığınız noktasıdır. Meyli tığını saklaş noktasıdır. Ben hiç güzel mi düşünemeyim ben. Neymiş ha? Bunu düşünüşüne ait ki. Yukarıda degen benim için şu sallakmayla varlar. Bizim zaten anlatılan kanca ehemmiyet vermesini Allah'ım. Yani yeni bir reallıkın bazı Belki nurgun neçinin yakı çetlerde yaşanan Uygur atalarının Allah'ı anlatıp üretmeyenlik. Bunun seferganları hazır 20-30 yaşına kirgen çetlerde yaşanan Uygur ballarının ahvalatına ait o şekilde anlatılan asasen bir. Ötkende bizim şu Uygur anlatılı mektubumuzda sınıf geçişinin bir kançıklı sınıftan muzakeresini olmak. Şu vakitte Avrupa'da yaşayan bir kançıklı bir yerde biz anlatıl savat çıkarısını vermez de anlatıl tıl çıkarısını verme icraatımız da var. Yani anlatıl tıl çıkarısını bir yerlikten oluyor. Şu Uygur ballar büyüdüğüm anlatılını büyüdüğüm kuruluşundaki şarayet yoktu geldi. Bunun meyanesi büyüdüğüm atağına Uygurcu sözlüğü geldik için. Uygurcu sözleşme muhim bir geldi. Çünkü o anlatıldığı Uygurcu sözler mi geçke o ailede elbette bu tırını uygulanır. Mektepte yaklaşıydı şu devletli asaslık tırını uygulanır. Şunu ona hazır 5-6 yaşında balları yığır anlatılığını çıkarıp atımız lazım.
Şunun o'zi ota-onalarning bunun ahamiyat vermegenlikini ro'shan ko'rsatdi. Endi bu 5-6 yoshli bolalar bizning tilimizdagi ba'zi alohida talaffuzlarni q, g, g degan bir o'xshash talaffuzlarni chiqarmayapti. Bu tuzatishni qiyin bo'ladi. Menimcha bu savolingizga yuqorida gapirgan yetarli javob berdim. Hakikaten yani adamın içi çıkan bir şekildeki açık reallıkımızı söylep öttünüz. Demişsimi yani ne diyeyimiz hem de. Hiç kandak bir şekilde bir besim bulmagan, hem kolumuzdan kildiğen başka hem de ahirde hem de programımızın vaktimi toşup kaldı lekin kısa bir şekilde şu içinişlik reallıkımız körüp duruyatkan. Hem yerde kurs bulmaydı, her bir mahallede Uygurlarımız olgan yoki başka devletler değil mesela. Ama bir Uygur'un, iki Uygur'dan dünyaya törelgen bir Uygur'un farzandininki özünün tilini bilinmey çoğun buluşu, ata-onaning bu derecede mesuliyetsizlik kılışı, hakikaten içine çıkması lazım. Dini cihetten koysak mı başta söyleyip ötüyoruz biraz. Bir emniyette bir Allah Subhanahu Teala'nın dünyadaki bizni her xil milletin yaratışının özü bir Allah'ın ululuğunu gösteren bir mucize, bu mening bir kudretini gösteren bir alamet bu deb Allah bayan kılgan bu bayan kıl diyenge bunu çokum qoğduşun gerek diyenge bitemdi. Ben sizni qanday yaratgan bolsam şu şekilde bunu muhafazat kılgan halatda yaşashing gerek diyen derecedeki muhim bo'lgan bir meseleni mushundaq erkin dünyada hiç qanday besim bo'lmagan dünyada turib özümüz sel qarab qanday erib ketayotganligimizni his qilmagan şekilde yaşayapmiz ve bir tarafdan Xitoy bizni bozaq qilyapti deb yana buni tovlashni davomlashtiryapmiz. Bu nima degan bir-birisiga zid bir amdi ahvol haqiqatan insonni ichindirdi. Qisqa bir şekilde her bir Uygur bilish, bir ata-ona bilish sifati bilan yani eng yaxshi usul qaysi mesela bolalarga, farzandlarga şu qisqa bir taklif yoki bir nima bergan bo'lsak, shuni bilan tugatgan bo'lsak programmamizda. Menimcha biz bu programmamizni yana kilaqitda yana bir qism qilaylik. Chunki men demak cho'g'im bu tilni qo'llash uchun nimalarni qilishimiz kerak degan tema o'z oldiga oid cho'ng muhim bir tema. To'g'ri. Shuni so'zlash biroz mas'uliyatsizlik. Tamam. Bu vaqtda biz usullarni yana bir qismini qo'yaylik. Oxirida barliq ota-onalar shuni yana ta'kidlaydi. Xitoy yo'qotishga tirishayotgan bir tilni agar biz qo'llab qilishga tirishmasak, biz Xitoyning ketmini chopgan bo'lamiz. Bu narsani tutamiz. To'g'ri. Hakikaten ig'ir bir söz tushunganlar uchun Xitoy bilan bir safda bo'lmaslik uchun bo'lsa bu tilimizni qo'llab qilishning intayin muhim ekanligi aniq chiqib turdi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin, qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Men endi degan shu narsa yana diqqatimni tortdi. Ekranda hozir chiqdi bizning ikkinchi jumhur raisimiz Alixon To'ra Sag'uniyninki. Shunda bir O'zbekistonninki 21-asr gazetida xuddi bizning programmamizga 22-oktyabr besilgan bir so'zi, ona tili haqida so'zlagan bir so'zi haqiqatan diqqatimni tortdi. Bizning bir qarindoshlar yo'llab ekan. Hamda haqiqatan O'zbekiston, o'zbek qarindoshlarimizdan necha avlod Amerikada yashasimi, dunyoning nerede yashasa, ben ularga hayron bo'lgan bir narsa. Hiçbir zaman bir iki Özbek'ten yoki üç Özbek'ten biriga kelganda boshqa bir tildan paranglashganini ko'rib baxmadim ben şahsen. Hem şu sürüştürüş jarayonida anglasam, Amerikada avlod yashayotgan O'zbek qarindoshlarimizmi xuddi hozir O'zbekistondan chiqqandek o kadar suzuk, o kadar chiroyli bir şekilde o'zining tilini voyaga yetkazib so'zlaydiganligini shunda angladim hamda. Hem bu qarindoshlarimizning Özbekistan'da özünün tilini okuyatıda şundaq güzel şekilde saklap kaldığan bir hususiyeti var. Şundaq turup 22 oktyabrda gezitga besilgan bu söz hakikaten bizim programımızga acayip uygun kildiğanlık için muşu sözü bilen ahırlaştırayı programını. İkinci Cumhur'a ismimiz Alixon To'ra Sag'uniyninki bu sözü şu ki
qaysi bir millatning ana tili o'z hojatidan chiqolmay boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab tiz buksa, undaq millat uzoqqa qolmasdan insoniy haqlaridan ayrilgan holda hayot daftariga chekit urilishi shubhasizdir dedi. Undaq millatlar faqatli vatanlardan emas, balki tarix yuzidan butunlay yo'qolishga majbur bo'ladi degan bir so'zni mana shu bizga mashhur bo'lgan surati bilan birga chiqaribdan bu gazetga. Taxi 2 kun burunqi chiqqan gazet. Haqiqatan o'ylanishga tegishlik, har bir Uyg'ur bilishga tegishlik, o'ylanishga tegishlik, chunqur boshqatirishga tegishlik bir masala. Abdurahim Davlat apandim degandek inshaalloh buning davomini kelar hafta davomlashtiramiz. Qimmatli vaqtlarni chiqarib ko'rib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir askartib qo'ygan muhim bir masala, qadrli ko'rmanlar. Aslida biz programmani o'tgan qatim boshlagan vaqtimizda har haftada shanba kuni soat 5 da huzurlarda bo'lmoqchi edik. Ama Abdurahim Davlat qarindishimizningki ham o'qish masalasi bo'lganligi uchun biraz vaqt qisqab qolganligini bildirganligi uchun inshaalloh buningdek keyingi sonlarimizda oldimizga hafta emas, ya'ni har 2 haftada bir qatim shanba kuni soat 5 da inshaalloh huzurlarda bo'lamiz. Allah ömür bersə şu qatimqi 3-cü san programımızda görüşgüçə aman bo'lgaysizlar. Assalamu alaykum va rahmatullahi taala va barakatuhu.